tatbiq etilishi bu ijro hokimiyati orqali bajariladi. Vazirlar Mahkamasi orqali. Amalga tatbiq etilgan qonunlarning qay darajada bajarilganligi yoki bajarilmaganligi, qoidalar buzilganligi yoki buzilmaganligi barchasini sud hokimiyati taftish etadi. Ya'ni birinchi hokimiyat taklif etadi, ikkinchi hokimiyat tatbiq etadi, uchinchi hokimiyat taftish etadi. To'rtinchi hokimiyat esa muhokama qiladi. Aytaylik, O'zbekiston Respublikasining Vazirlar Mahkamasi xalq oldida har yili hisobot beradi. Ya'ni deputatlar oldida yillik hisobot topshiradi. Uni ommaviy axborot vositalari butun xalqqa yetkazdiradi. Uni qay darajada ijro etilgan, ijro etilmaganligini esa sud hokimiyati taftish etadi. Mana ma'muriy hududiy tuzilish bo'yicha tushunchaga ega bo'lib oldik. Endi tuzum bilan tizimni farqlaymiz. Tuzum bu O'zbekiston Respublikasining konstitutsiyasi bo'lsa, tizim esa xuddi shu hokimiyatlar. Ya'ni mana shu 4 ta hokimiyat tizim hisoblanadi. O'zbekiston Respublikasining konstitutsiyasining ijrosini amalga shu 4 ta tizim tatbiq etadi.